Devamını anlaşacağız, hürmetli vatandaş. Bugün Çislağa 2020 yıl 7. ayının 30. günü haftaga Perşembe. Yukarı leksiyanın devamı. Hatta bir neçe 10 yıl, bir neçe yılgacha bugünkü biz tunib olgan haqiqat bizning harakatlarimizga yetakchilik qilishi lozim deb ko'rsatdi deydi. Bu maqolani yozgan Vipo Efendi. Devlet İşler Katibi Mike Pompeo'nun doklati notki to'g'risida to'xtalganda. U bo'lsa deydi avtor, Jungo bilan uchrashishda koni shakllar bilan hech qanday ish qilg'ili bo'lmaydi. Biz bu andiza shakllarni hamda davomlashtirmaymiz. Hamda bu shakl va bu andizlarga hargiz qaytib kelmaymiz. Qisqasi Amerika Jungo o'rtasida kurash hamda davlat manfaati ko'rishi bo'lmay qoldi. Hukumga shunga diqqat qilaylik vatandoshlar. Endi hozir Amerika bilan Jungo o'rtasidagi kurash hamda hargizmi davlat manfaati ko'rishi bo'lmay qoldi. Balki qimmat qarashlari o'rtasidagi kurash siyosiy tuzum o'rtasidagi kurashga aylandi. Va bir zo'r o'zgarish vatandosh. Mundaq belgilash ostida bundan keyin barliq masala avval siyosat tarafdan tekshirilishi. Amerika negizlik davlat siyosatiga muvofiq kelamdi yo'q tekshirilishi kerak. Yana bir nuqtadan qaraganda kommunistik Jungo deb tilga olish Amerikaning siyosat lug'atiga qaytib kelish bo'lib, o'tmishda hokimiyat beshida turganlar Jungoga kommunistik partiya hukmronlik qiladiganligini unutib ketgan. Devlet İşler Katibi Mike Pompeo mundaq ta'kidladi. Jungo partiyasining ideologiyasiga sal qarashga bo'lmaydi. Amerika xalqi qaytadan tonishi va Jungo partiyasining o'zining iqtisodiy borlig'ini e'tirof qilishimiz lozim. Yo'q, iqtisodiy emas, kechiringlar. Va Jungo partiyasining o'zining e'tiqodi borlig'ini e'tirof qilishimiz lozim. O Tömürdek mundaq hisobladi. Ularning dunyoni qanday tushunishi bo'yicha, masalan, Jungoluklar dunyoni qanday tushunadi? Shunga ularning dunyoni qanday tushunishi bo'yicha biz ham ularni shunday tushunishimiz lozim. Mesela Jungo dünyani qanday tushunadi, biz ham Jungoni shunday tushunishimiz lozim. Yani bu xuddi Xi Jinping ata avlodlarimizni unutmasligimiz lozim degandek, biz mu dastlabki chog'larimizni unutib qolmasligimiz kerak. Amerika barobar va qat'iy javob qaytarishi kerakki, sen kapitalizmni dafn qilmoqchi bo'lsang, biz senin raqibin senin siyasi tüzümünü özgertimiz. Nima deydi ama bir cümle qarang Abdurning gapiga. Abdur ko'chirma so'z o'rinda ishiltibdi. Yoki sal o'zining so'ziga aylantiribdi. Kerak Amerika barobar va qat'iy javob qaytarishi kerakki, sen kapitalizmni dafn qilmoqchi bo'lsang, bu Abdurning gapi ekan. Biz sening raqibing, sening siyosiy tuzumingni o'zgartimiz. Amerikaning meydan turib Abdur yezayotgan jumlalar vatandoshlar. Yana bir nuqta, Prezident Trump huquq beshiga kelgandan keyin yoki Oqsaroyga kirgandan keyin xalqarada hamma yerda degidek yenib chiqadigan yerlardan yenib chiqdi. Devlet İşler Katibi Mike Pompeo'nun notqi shundan derak berdiki, bundaq ish endi o'zgartirildi. Devlet İşler Katibi Mike Pompeo mundaq bildirdi. Naql elayotdi Abdur. Aqliy iddiasi bizga yaqin bo'lgan davlatlar bilan demokratik davlatlar ittifoq qurib chiqishimiz
Amerika, Cungo ilişki tizgileş kızıl sıcak birikitimiz. Amerika, Cungo ziddiyetleşkendi yoki elişkanda ya köreş kılışkanda biz Türkişke ve elişki okşaştı digidek bir kızıl sıcak birikitimiz. Halkara yeni bir meydan sepki ayrılığı şunun bilen başlandı. Kim yetim, garip bulup kalıdı, kim bütün dünya dost buludu. Sorusan mı, sormasan mı, özlüğüden bu cevap özlüğüden aşkarı bulup durgan cevaptır. En ahırkı bir nokta çünkü Kompartiyası etkandı bu partiye kaç bilen kirpik arasındaki kerzes içinde kaldı. Amerika'nın Cungo qaratqa yeni siyaset vaziyeti, Cungo halkı bilen bir septe durup, Cungo Kompartiyası karşı duruş. Belki növbeti Cungo'da barlık siyasi qaraşqı ega siyasi güçler Kompartiya tarafından tarmar qılındı. Amerika nima qilishni o'yladi. Amerika endi nima qilishni o'yladi. Cevap intayin aniq. Cungo'da endi Amerika, Tibet ve Şinjan'ın özünü üzüp başkuruş hareketini qollashni texmi kuchaytirdi. Şundaqla etrafta Hong Kong davri inqilabı ve Hong Kong qaytirib elish hareketini qollaydi. Hem de Amerika Tayvan bilen bolgan münasebetini yuqori ko'tardi. Şunun bilen birlikte Yaponiya, Hindistan, Vietnam, Filipin ve Rusya qatarlıq devletler hemisi Amerika'nın birinci derecelik düşmeniga başka göz bilen qaraşqa başlaydı. Muş abzasını eti muhakeme kılaylı vatandaşlar o mıçılar kep kaldı emeğe gökürtü. Geçirinler beni vatandaşlar.